Bular meni Rossiyada uylantiraman deb chaqirib olib turib, ishlatishyapti-yu bular. Qanaqa qutulsam bo'larkin? Voy. Voy. Nima bu, Abdastami? İçidan tilla chiqib qolsa. Voy, Xizmatingizga tayyorman. voy, Shohim. Kimsan sen? Men afsonaviy jin bo'laman. Jin. Kimnikin deb o'rib tushdimi uyingga deb. Men sizni 3 ta shartingizni shunday muhayyo Qaran qilaman. kelding sen, qaran kelding. Men enamizdan 100 yil nariyodan keldim. Nima xizmat qilasan xullas? 3 ta tilagingiz bo'lsa bajo keltiraman. Anami? Tiniq. Ertaga qilish. Yo'q, hozirda o'zida muhayyo qilaverman. Birinchi shartim menga uy ber. Uyim yo'q. Uy. Chiroyli. Birinchi shart uy. Tayyormisiz? Tayyorman. Qani. Men sizga aytgan uy mana shu bo'ladi. Oo. Sen yaxshi jinagansan shekilli. Xizmatingizga har doim hamisha tayyorman. Ikki etash qilishni iloji yo'qmidi buni? Hozircha ekansan, picha. Hozircha sizga shu ham bo'ladi. Endi ikkinchi shartim. Xo'p. Bu uyga jentra, bitta qora jentra qilaylik. Qora jentra. Ha, Tayyormisiz? tayyorman. Qani? Buyrug'ingiz bajarildi. Oo. Qora jentra, Yoqqan bo'lsa xursandman. Rosa men nomimga olib keldingmi buni? Sizniki. Ke, suyamni qoch. Kir qilasan. Abdastdan ichidan chiqding-ku. Xo'p bo'ladi, shohim. Endi uchinchi shartmi eshit. Tayyorman. Bo'lamanda 5 yildan beri qiz topolmayapman. Bitta chiroyli xotin topib bergin, iltimos uylanib olay. Endi chichivardinglar, o'g'ri bo'l, to'g'ri bo'l. Men o'zimni jin desam, sen ham jinni ekansan, kiriysanmi san? Yo'q. O'zimga 2250 yildan beri xotin topolmayman. Senga qanday xotin Unda topaman? nima va'dalar beryapsiz? Boshqa shart ber, hozir uraman hozir. Jinlar urmaydi-yu. Iloji yo'qmi? Yo'q, umuman iloji yo'q. Endi xursand bo'lyapti nimagan? Boshqa shart ber, iltimos ketay men tezroq. Yo'q, qarindosh xolalarim ham topolmayapti qiz. Sen ham topishing iloji yo'q ekanda. Uchinchi shartim yo'q, asli qiz kerak-da. Uchinchi shartni bajara olmasam men yeta olmayman. Unda kut. Unda kutasan-da, iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Men sendan o'tinaman, tezroq uchinchi shartingni ber. Yo'q, asli bitta chiroyli xotin topib bermaguningcha hech qayerga ketmaysan, asli shartni bajar.